Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz nafaqat pensionerlar, balki yaqinlari orasida yoshi ulug' insonlar bo'lgan har bir oila uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuga bag'ishlanadi. Diqqat qiling. Pensiyangizga qo'shimcha to'lov, ya'ni nadbavka olishingiz uchun zarur bo'lgan hujjatlar bor. Va men sizga aytamanki, bu hujjatlarsiz rasman tasdiqlangan bu qo'shimcha to'lovlar sizga hisoblanmaydi. Bu ogohlantirishni jiddiy qabul qiling. Chunki gap sizning yoki yaqiningizning moliyaviy barqarorligi haqida ketmoqda. Hozirda juda ko'p pensionerlar aynan shu sababli o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'lardan mahrum bo'lmoqda. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zimga e'tibor bering. Va darhol kanalimizga obuna bo'lishni, shu videoga esa bir dona like bosishni unutmang. Bu bizga ko'proq odamlarga yordam berish uchun motivatsiya beradi. Muammoning mohiyati oldinlari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval vaziyatning ildiziga yetaylik. Ilgari ko'pchilik pensionerlarimiz pensiyaga chiqish jarayonida yoki pensiya miqdorini qayta hisoblashda ba'zi hujjatlarga unchalik ham katta e'tibor bermagan bo'lishlari mumkin. Misol uchun, ba'zi bir qo'shimcha stajlar, farzandlar uchun nafaqalar, nogironligi bor oila a'zolarini boqish uchun beriladigan imtiyozlar ko'pincha og'zaki arizalar, eski ma'lumotnomalar yoki pensiya jamg'armasidagi tanish-bilish orqali hal qilingandek tuyulardi. Ayrim holatlarda pensiya ta'minoti idoralarining o'zlari ham ba'zi ma'lumotlarni arxivlardan izlab topishga yordam berishgan. Texnologiyalar unchalik rivojlanmagan bir paytda qog'ozbozlik biroz sustroq kechgan. Ba'zida esa ayrim hujjatlarning yo'qligiga ko'z yumilgan. Asosiysi odamning pensiya olish huquqi borligi ma'lum bo'lsa, qolgan mayda tafsilotlar hal bo'lar edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Bugungi kunda davlat idoralarining ishi raqamlashtirilmoqda, ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan integratsiya qilinmoqda. Bu esa bir tomondan shaffoflikni oshiradi, korrupsiyaning oldini oladi va pensiya hisob-kitoblarida inson omilini kamaytiradi. Boshqa tomondan esa hujjatlarga bo'lgan talab ancha qattiqlashdi. Endilikda har bir so'm, har bir tiyin qo'shimcha to'lov uchun qonuniy asos va hujjatli isbot talab qilinadi. Pensiya fondi xodimlari sizning og'zaki arizalaringizga men 30 yil ishlaganman degan so'zlaringizga emas, balki qog'ozdagi rasmiy dalillarga tayanadi. Agar tegishli hujjatlar mavjud bo'lmasa, qo'shimcha to'lov, ya'ni nadbavka rasman hisoblanmaydi. Bu shuni anglatadiki, sizga avvalgi tizimda berilgan ba'zi imtiyozlar, agar ularning hujjatli asosi yangi talablarga javob bermasa, bekor bo'lishi yoki yangi hisob-kitoblarda inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa ko'plab pensionerlarimiz uchun kutilmagan moliyaviy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Asosiy qism bil. Nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga xavotirlanish shart emas. Keling, bu masalani chuqurroq ko'rib chiqaylik. Pensiya qo'shimcha to'lovlar, ya'ni nadbavkalar turli sabablarga ko'ra belgilanadi va har birining o'ziga xos hujjat talablari bor. Birinchidan, uzoq muddatli mehnat staji uchun nadbavka. Agar siz uzoq yillar davomida ishlagan bo'lsangiz va belgilangan stajdan oshiqcha stajingiz bo'lsa, pensiyangizga qo'shimcha mablag' qo'shilishi mumkin. Bu juda keng tarqalgan holat. Kerak. Sizning mehnat daftarchangizda barcha ish joylaringiz, lavozimlaringiz, ishga kirish va chiqish sanalaringiz to'liq va aniq qayd etilganiga ishonchingiz ko'rkamil bo'lmasa, ayniqsa eski mehnat daftarchalarida ba'zan yozuvlar o'chib ketgan, muhrlar aniq emas yoki ba'zi davrlar uchun umuman yozuv yo'q bo'lishi mumkin. Kimga xavotirlanish shart emas. Mehnat daftarchasidagi barcha yozuvlar aniq, muhrlari ravshan va staj to'liq tasdiqlangan insonlarga. Agar sizning barcha stajingiz tasdiqlangan va pensiya fondi ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Real hayotdan misollar, misollik opa Gulchehra, 30 yosh. O 4 yildan ortiq umumiy mehnat stajiga ega bo'lgan. Uning mehnat daftarchasida 1970-19 taqdirli yillardagi bir kolxozdagi 10 yillik ishi haqidagi yozuv bor edi. Lekin bu yozuvdagi muhr juda eski bo'lgani sababli aniq ko'rinmas edi. Pensiya fondi uni yangi hisoblashga chaqirgandi. Xodimlar aynan shu 10 yillik stajni tasdiqlovchi hujjat yetarli emasligini aytishdi. Natijada opa Gulchehraning pensiyasiga uzoq staj uchun beriladigan nadbavka qisqartirildi. Chunki uning staji 30 yil deb hisoblandi, 40 yil emas. Bu o'yiga ejimdi 70 ming so'm deganini anglatadi. Bu esa keksa odam uchun ancha katta mablag'dir. Chunki har bir ortiqcha ish staji uchun pensiyaga muayyan foizda qo'shimcha mablag' hisoblanadi.
agar 10 yil staj inobatga olinmasa, bu 10 yil uchun hisoblanishi kerakki qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'linadi. Misol 2. Bobo Anvar 75 yosh. Uning bir necha yillar davomida pensiyasiga uzoq staj uchun to'liq nadbavga qo'shib kelingan. Biroq so'nggi tekshiruvlar natijasida ma'lum bo'ldiki, uning bir korxonadagi 5 yillik staji uchun topshirilgan arxiv ma'lumotnomasi aslida noto'g'ri sanani ko'rsatgan. Ya'ni aslida u yerda 3 yil ishlagan bo'lsa-da, ma'lumotnomada 5 yil deb yozilgan. Bu hatto Bobo Anvarning o'zi ham bilmagan bir xato edi. Hozirda bu 2 yillik ortiqcha staj bekor qilinib, Bobo Anvarning pensiyasidan ushbu 2 yil uchun ortiqcha to'langan mablag'lar ushlab qolinish jarayoni boshlangan. Uning pensiyasidan har oy 25 ming so'm miqdorida ushlab qolinmoqda. Bu esa odatda pensiya miqdoridan kichik foizlarda amalga oshiriladi. Lekin bu ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holatda aniq va rasmiy hujjatlarsiz berilgan ma'lumotlar kelajakda muammolarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Ikkinchidan, qaramog'ida oila a'zolari bo'lgan pensionerlar uchun nadbavka. Agar sizning qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz oila a'zolaringiz bo'lsa, masalan, voyaga yetmagan bolalar, talabalar, nogironligi bor qarindoshlar, pensiyangizga qo'shimcha to'lov belgilanadi. Kim xavotirlanishi kerak? Agar qaramog'ingizdagi shaxslar uchun hujjatlaringiz yangilanmagan bo'lsa, ularning yoshi yoki maqomi o'zgargan bo'lsa, masalan, bolalar umrbeki yoshga to'lsa yoki talabalar o'qishni tugatsa, yoki nogironlik muddati tugagan bo'lsa, kimga xavotirlanish shart emas. Qaramog'idagi barcha shaxslar haqidagi ma'lumotlar dolzarb va tasdiqlovchi hujjatlari, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik guvohnomasi doim yangilab turadigan insonlarga. Misol 3. Amaki Sardor 35 yosh. Uning qaramog'ida kollejda o'qiyotgan nabirasi bor edi. Amaki Sardor har yili o'quv yurtidan nabirasining o'qiyotganligi haqida ma'lumotnoma olib kelib, pensiya jamg'armasiga topshirardi. Bu safar u bir oz kechikdi. Ma'lumotnomani 3 oy o'tib topshirdi. Pensiya fondi esa bu 3 oy uchun nabirasi uchun beriladigan nadbavkani hisoblamadi. Ular ma'lumotnoma bo'lmasa, qaramog'ingizda ekanligini tasdiqlovchi hujjat yo'q deb javob berishdi. Natijada Amaki Sardor 3 oy uchun 150 ming so'mdan ortiq mablag'ni yo'qotdi. Bu kichik mablag' emas. Chunki bu to'lov oyga kamida 20 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Misol dat yana bir misol. Xola Zuhra 20 yosh. Uning birinchi guruh nogironligi bor o'g'li bor edi. O'g'lining nogironlik guvohnomasining muddati har 3 yilda qayta ko'rib chiqilardi. Xola Zuhra bir marta bu muddatni o'tkazib yubordi. O'g'lini tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan TMK qayta o'tkazmadi. Natijada 6 oy davomida uning pensiyasiga o'g'li uchun beriladigan nadbavka hisoblanmadi. Bu esa har oyda 80 ming so'mdan ko'proq mablag'ni yo'qotishga olib keldi. Hujjatning o'z vaqtida yangilanmaganligi sababli u jiddiy yo'qotishga uchradi. Uchinchidan, harbiy xizmat, faxriy unvonlar yoki maxsus xizmatlar uchun nadbavka. Agar siz harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, urush qatnashchisi bo'lsangiz, faxriy unvonlarga ega bo'lsangiz, masalan, O'zbekiston qahramoni, mehnat faxrisi yoki davlatga maxsus xizmatlar ko'rsatgan bo'lsangiz, sizga ham qo'shimcha to'lovlar beriladi. Kim xavotirlanishi kerak? Harbiy biletida harbiy xizmat davrlari aniq ko'rsatilmagan bo'lsa-mi, yoki faxriy unvonni tasdiqlovchi guvohnoma yo'qolgan bo'lsa, kimga xavotirlanish shart emas. Barcha tegishli guvohnomalari va hujjatlari saqlanib qolgan insonlarga. Misol 5 Amaki Rahim Baktamun yosh, 2-jahon urushi faxriysi. Uning faxriylik guvohnomasi bor edi, lekin uning raqami yillar davomida eskirib, o'qish qiyinlashgan. Pensiya jamg'armasi uning faxriylik maqomini tasdiqlash uchun guvohnomaning yangi nusxasini yoki arxivdan ma'lumotnoma so'radi. Amaki Rahim guvohnomasining eski nusxasini ko'rsatgan bo'lsa-da, bu yetarli bo'lmadi. Unga pensiyasiga qo'shimcha beriladigan faxriylik nadbavkasi hisoblanmay qolish xavfi tug'ildi. Baxtli tasodif tufayli u Mudofaa vazirligi arxivlaridan tegishli ma'lumotlarni olib kelishga muvaffaq bo'ldi. Aks holda har oyda 300 ming so'm atrofidagi bu qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lishi mumkin edi. Bu esa uning uchun ancha og'ir bo'lardi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar. Endi esa vaziyatning biroz murakkabroq jihatlariga e'tibor qarataylik. Har bir qoidaning o'z istisnolari va noaniq tomonlari bo'ladi, ayniqsa pensiya tizimida. Birinchidan, hujjatlarning yo'qolishi yoki shikastlanishi. Afsuski, ko'pincha uzoq yillar o'tgach odamlar o'z hujjatlarini yo'qotib qo'yishadi. Ular yonib ketishi, suv tegishi natijasida yaroqsiz holga kelishi yoki oddiygina o'g'irlanishi mumkin.
Bunday hollarda pensiya jamg'armasi sizning hujjatlaringiz yo'q bo'lib qolganini tushunsa-da, baribir ularni tasdiqlovchi boshqa rasmiy dalillar talab qiladi. Qaltis nuqta: agar sizning mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, siz shunchaki yo'qolgan deb ayta olmaysiz. Sizga yangi mehnat daftarchasini rasmiylashtirish va ish stajini tasdiqlash uchun arxiv ma'lumotnomalari, ish joylaridan agar ular hali ham mavjud bo'lsa, ma'lumotnomalar yoki sud orqali tasdiqlash talab etiladi. Bu jarayon juda uzoq va murakkab bo'lishi mumkin. Hatto bir necha oylar yoki yillar ham ketishi mumkin va shu vaqt davomida siz nadbavkadan mahrum bo'lishingiz mumkin. Noaniq jihat: ba'zan arxivlarda ham kerakli hujjatlar topilmaydi. Eski tashkilotlar tugatilgan bo'lsa, ularning hujjatlari yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda sud orqali guvohlar ko'rsatmalari asosida stajni tasdiqlash yagona yo'l bo'lib qoladi. Bu ham qaltis. Chunki sud faqat ishonchli dalillarni qabul qiladi. Ikkinchidan, norasmiy mehnat staji. Afsuski, ba'zi pensionerlarimiz Sovet davrida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida norasmiy ravishda, ya'ni mehnat daftarchasiga yozuv tushirmasdan ishlagan bo'lishlari mumkin. Yoki fermer xo'jaliklarida shartnomasiz ishlagan ayollarimiz ko'p uchraydi. Qaltis nuqta: norasmiy mehnat staji uchun hech qanday hujjatli dalil bo'lmasa, uni pensiya jamg'armasi hisobga olmaydi. Ya'ni sizning 10 yil davomida ish stajisiz ishlaganingizni isbotlaydigan bir o'rta hujjat bo'lmasa, bu davr umuman hisoblanmaydi. Noaniq jihat: agar norasmiy stajni tasdiqlovchi biror dalil, masalan, ish haqi to'langanligi haqida bank ko'chirmasi shartnomalar, buyruqlar nusxalari bo'lsa, uni sud orqali tasdiqlash imkoniyati bor. Lekin bu juda kam uchraydigan holat. Ko'pincha bunday hujjatlar bo'lmaydi. Uchinchidan, hujjatlarning dolzarbligi va muddatlari. Ko'pgina qo'shimcha to'lovlar, ayniqsa qaramog'idagilar uchun ma'lum muddatga beriladi va ularni tasdiqlovchi hujjatlar muntazam yangilanishi kerak. Qaltis nuqta: agar siz nogironlikni tasdiqlovchi guvohnomaning muddatini o'tkazib yuborsangiz yoki qaramog'ingizdagi talabaning o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnomani har o'quv yili bo'sh topshirmasangiz, shu muddat davomida sizga nadbavka hisoblanmaydi. Keyinchalik hujjatni taqdim etganingizda ham o'tib ketgan davr uchun qayta hisob kitob qilinmasligi mumkin. Pensiya fondining qoidalari qat'iy. Ular faqat rasmiy ravishda taqdim etilgan hujjatlarning amal qilish muddati davomida to'lovlarni amalga oshiradilar. Noaniq jihat: ba'zi holatlarda inson omili sababli, masalan, xodimning xatosi hujjatlarni qabul qilishda kechikish bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda yozma ariza va shikoyat orqali holatni tushuntirish va to'lovni qayta hisoblashni talab qilish mumkin. Ammo bu har doim ham muvaffaqiyatli yakunlanmaydi. To'rtinchidan, turli turdagi pensiyalar uchun talablar. Nafaqat keksalik pensiyasi, balki nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun ham nadbavkalar mavjud. Ularning har birining o'ziga xos talablari bor. Qaltis nuqta: nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun agar nogironlik guruhi o'zgarsa yoki sog'lig'i tiklansa, pensiya miqdori va nadbavkalari ham o'zgaradi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun esa agar qaramog'idagi shaxsning yoshi 15 ga to'lsa, o'qishni tugatsa yoki ishga kirsa, nadbavka to'lanishi to'xtatiladi. Bularning barchasi hujjatli tasdiqni talab qiladi. Noaniq jihat: agar boquvchisini yo'qotganlik pensiya oluvchi talaba bo'lsa, unga 23 yoshgacha nadbavka berilishi mumkin. Lekin har yili o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Bu muddatni unutib qo'yish nadbavkadan mahrum bo'lishga olib keladi. 5-dan, axborot texnologiyalari va raqamlashtirishning ta'siri. Hozirda pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni elektron hukumat tizimi orqali avtomatik ravishda olib turishi kutilmoqda. Ammo bu tizim hali mukammal ishlamaydi. Qaltis nuqta: sizning ma'lumotlaringiz elektron tizimga kirmagan bo'lishi mumkin. Masalan, yangi tug'ilgan farzandingiz haqidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda pensiya fondi bazasiga yetib bormasligi mumkin. Siz ularni qo'lda topshirishingiz kerak bo'ladi. Noaniq jihat: elektron tizimlar qancha ma'lumotni o'zlashtira olishi haqida hali ham aniq ma'lumotlar yo'q. Shuning uchun har doim ehtiyotkor bo'lish va hujjatlarning qog'oz nusxalarini ham saqlab qo'yish maqsadga muvofiq. Va eng muhimi, pensiya jamg'armasi bilan aloqada bo'lib, o'z holatingizni muntazam ravishda tekshirib turish zarur. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz: amaliy harakatlar rejasiga. Qanday qilib siz o'zingizni bu muammolardan himoya qilishingiz mumkin? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar. Birinchi qadam: o'zingizning shaxsiy pensiya faylingizni tekshiring. Qayerga borish kerak?
siz doimiy ro'yxatdan o'tgan hududdagi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga borishingiz kerak. Nima qilish kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat pasport bilan murojaat qiling va o'zingizning pensiya faylingizdagi barcha ma'lumotlarni, ayniqsa mehnat stajingiz, oila a'zolaringiz va qo'shimcha to'lovlar uchun asos bo'lgan barcha hujjatlar ro'yxatini to'liq tekshirishni so'rang. Bu yerda sizga qaysi hujjatlaringizda kamchilik borligi yoki qaysi birini yangilash kerakligi haqida ma'lumot berishadi. E'tibor bering, buni yiliga kamida bir marta, hatto hech qanday o'zgarish bo'lmasa ham amalga oshirish tavsiya etiladi. Ikkinchi qadam, zarur hujjatlarni aniqlab oling va ularni yig'ing. Pensiya fondidan ma'lumot olganingizdan so'ng sizga aynan qaysi hujjatlar yetishmayotgani yoki yangilanishi kerakligi aniq bo'ladi. Keling, eng ko'p uchraydigan hujjatlar ro'yxatini ko'rib chiqamiz. 1. Mehnat daftarchasi, asli va nusxasi. Bu sizning stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Undagi har bir yozuv aniq, muhrlar ravshan bo'lishi shart. Agar yozuvlar o'chib ketgan bo'lsa yoki muhr ko'rinmasa, uni o'sha tashkilotdan agar mavjud bo'lsa, qayta tasdiqlash yoki arxiv ma'lumotnomasi olish kerak. 2. Pasport, asli va nusxasi, pensiyani oluvchining shaxsini tasdiqlovchi asosiy hujjat. 3. Tug'ilish guvohnomasi, asli va nusxasi. Agar qaramog'ingizda voyaga yetmagan bolalar bo'lsa, ularning tug'ilish guvohnomalari shart. 4. Nikoh guvohnomasi, asli va nusxasi, agar turmush o'rtog'ingiz qaramog'ingizda bo'lsa yoki ba'zi imtiyozlar uchun zarur bo'lsa. 5. Nogironlik guvohnomasi, asli va nusxasi. Agar qaramog'ingizda nogironligi bor shaxslar bo'lsa yoki sizning o'zingiz nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, eng muhimi uning amal qilish muddatini muntazam tekshirib turish. Muddat tugashidan bir oy oldin uni yangilashga harakat qiling. 6. O'quv yurtidan ma'lumotnoma asli. Agar qaramog'ingizda 10 yoshdan katta, lekin 23 yoshgacha bo'lgan kunduzgi bo'limda ta'lim olayotgan talabalar bo'lsa, har o'quv yili boshida bu ma'lumotnomani olib kelish shart. Unda talabaning to'liq ismi, o'qish joyi, kursi va o'qish muddati aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. 7. Harbiy bilet yoki harbiy xizmatni tasdiqlovchi hujjatlar, asli va nusxasi. Agar harbiy xizmat muddati pensiya stajiga qo'shilishi kerak bo'lsa, takizi, faxriy unvonlar yoki maxsus xizmatlarni tasdiqlovchi guvohnomalar, asli va nusxasi, agar shunday imtiyozlarga ega bo'lsangiz. 9. Arxiv ma'lumotnomalari. Agar mehnat daftarchasidagi yozuvlar aniq bo'lmasa yoki ish joyi tugatilgan bo'lsa, o'sha korxonaning arxividan ish staji haqida ma'lumotnoma olishingiz kerak. Bu ma'lumotnomada ishga kirish va chiqish sanalari, lavozimlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. 3. Qadam, hujjatlarni tiklash yoki yangilash. Agar biron bir hujjat yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash uchun quyidagi choralarni ko'ring. Mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, oxirgi ish joyingizning kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Agar u tugatilgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi yoki arxivga murojaat qiling. Arxivlardan ma'lumotnoma olish uchun murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar umuman hech qanday ma'lumot topilmasa, statistikaviy sud orqali 2 yoki undan ortiq guvohning ko'rsatmalari asosida tasdiqlash mumkin. Bu jarayon sudga ariza berishni, davlat boji to'lashni va sud majlislarida ishtirok etishni talab qiladi. Tug'ilish, nikoh guvohnomalari yo'qolgan bo'lsa, FHDga, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlariga murojaat qiling. Ular sizga dublikat berishadi. Nogironlik guvohnomasi muddatini yangilash. Muntazam ravishda TEMIK, tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan qayta ko'rikdan o'tib, yangi guvohnoma oling. Buni muddat tugashidan oldin amalga oshirishga harakat qiling. 4. Qadam. Murojaat va monitoring. Barcha hujjatlarni yig'ib bo'lganingizdan so'ng pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda pensiyangizga qo'shimcha to'lovlarni hisoblash yoki qayta hisoblashni so'rang. Arizangizning ikkinchi nusxasini qabul qilinganligi haqidagi belgi bilan o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik muammolar yuzaga kelganda sizga isbot bo'ladi. Murojaatingizdan so'ng pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqish va qaror qabul qilish uchun ma'lum bir muddatga ega. Ushbu muddat davomida ishingizning holatini muntazam ravishda so'rab turing. Telefon orqali yoki shaxsan borib, qanday bosqichda ekanligini bilib oling. 5. Qadam, onlayn xizmatlardan foydalanish. Hozirgi kunda MyBook.uz portali orqali ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanish mumkin. Pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ba'zi ma'lumotlarni ham bu portal orqali tekshirish imkoniyati bor. Bu har doim ham to'liq ma'lumot bermasligi mumkin, lekin dastlabki tekshiruv uchun juda foydali.
Agar sizning internetdan foydalanish imkoniyatingiz bo'lmasa, yo'shoq oila a'zolaringizdan yordam so'rang. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugun men sizga pensiya nadbavkalarini olish uchun zarur bo'lgan hujjatlar va ularsiz qanday muammolarga duch kelishingiz mumkinligi haqida juda batafsil ma'lumot berdim. Siz ko'rdingizki, eski qoidalar endi ishlamaydi. Va qog'ozdagi har bir dalil sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun muhim. Nadbavkadan mahrum bo'lish bu shunchaki kichik bir miqdor emas. Bu pensionerlarimiz uchun har bir tiyinli qadri baland bo'lgani hozirgi zamonda jiddiy yo'qotishdir. Shuning uchun bu ogohlantirishni jiddiy qabul qiling. Darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Barcha hujjatlaringizni tartibga soling, yetishmayotganlarni tiklang va muntazam ravishda yangilab turing. Bu sizning o'zingizga bo'lgan g'amxo'rligingiz va moliyaviy kelajagingizga investitsiyangizdir. Bu videoni boshqa pensionerlar va ularning yaqinlari bilan baham ko'ring. Balki sizning yordamingiz tufayli kimdir katta muammolardan qutulib qolar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizning holatingizda qanday muammolarga duch keldingiz? Qanday hal qildingiz? Bu boshqalarga yordam beradi. Videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz siz uchun eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va sog'lom bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha